Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Arti. Ko'rib turibsizlar nega bu yerdasan deb. Ha, men o'zi kattagina qilib kalla qo'ydim. Nima? Men hech narsaga tushunolmasdan piramida. Do'stlar, piramida. Yarimtagina jo'ncham qoldi. Bilmadim nima qilishim mumkin edi o'zi bu yerdan. O'sha yerdan yuguramiz do'stlar. Hoppa. Men video olyapman deb qarasam, video yoqilmagan. Shuncha halilar men temir ham yo'q. 14 ta temir bo'ldi. Hammaylar uncha ko'p narsa qilishga hali ulgurganim yo'q. To'g'ri, maqlayman bu sandiq ham bor ekan. Sandiqda ham ko'ramiz. Yo'q bo'ldi, yonimdan albatta endi sandiqda ko'raylik. Hoppa, nimalar qilyapman sandiqda och. Menga hech qanday kitob kerak emas. Uni qurgan narsam. Va qani o'zi qaysi tarafdan ko'rgandim a? Endi o'sha yoqqa borish kerak, suramiz. Qaysi go'rdan ko'rdim? O, mana yaqin ham kelib qoldik. Suramiz endi o'sha piramidani. Chini do'stlar, umarishimiz kerak. Chunki bizga zumrad kerak. Chunki 20 dona zumrad temirchidan yaxshi zo'r qilib sotib olishga yetadi. Bu piramidaga nima bo'lgan o'zi? Bu qumni ichiga kirib ketganmi? Nima balo? Ha, bular ana ustimdan kulishyapti. Yo, men ustimdan izvasta qilishyapti. Qo'yamiz, yerlar buni hozir sindirib tashlaymiz va sandiqlarni ko'ramiz va zumradda olsa bo'ladi-ku, lekin anzirliroq narsa yo'q ekan. Mana temirni olamiz. 5 ta temir bo'ldi. Yo'q, oltin olma aniq as qochishi mumkin va yana suyoqlarni ham olsak bo'ladi-ku, poroxni ham olsak bo'ladi. Iltimos, olmos zumrad bor ekan, mayli porox. Shu taqum va mana bularni hammasini olish kerak. Hammasini olamiz. Oppo, nima bo'lgan nimalarga o'zi? 20 ta qum. Oppo, nimalar qilyapman? Bu yerdan temirni olmagan ekanman. Mayli, itlarni olsak ham bo'ladi. Va yana mayo bu yerda hamma narsasini olish kerak. Bu yerda do'stlar hamma narsasi menga kerak. 37 ta qayerdan? O'zimga kerak emas narsalarni endi shaka tashab ketishim kerak. Qum kerak, buni boshim yo'raman, bularni boshim yo'raman men. Nima balo, buni ham kerak yo'q. Bu toshlilar boshga jonga tegdi ama bu. Lan umuman aslatmayman, axir menda temir bor. To'xtalar, axir biz tintalarni olib ketsak bo'ladi-ku. Ajoyib. Tintalar olindi va tayyor bo'lish kerak. Qilib bekam olganmikan? Yo'q, berkilmagan ekan. Ya, la'nat, bunga nima olish kerak o'zi? Bu lashqum orqali bu yerdan chiqib ketamiz. Bundan kulyaptim bular. Hamma ko'rib chiqishga men uyalmayman. Ular bundan kulyapti. Biz mana shunday qilib ketamiz. Va hech qayerda sandiq yo'q. Endi o'rtasidan qilib ketamiz. Qorong'ida qolib ketish kerak. Aytgancha, mana bularning yonida ham sandiq bo'ladi. Sandiq bor ekan. Juda ham zo'r sandiq bor ekan. Bu sandiqlarni umrimda ko'rmagan edim. Mayli do'stlar, hech bo'lmasa versakni qo'yib. Oppo, bizga esa yana do'stlar mana bunaqalardan kerak.
ko'p essa bo'ladi. Chunki ulardan esa ko'plar tushadi. Omad deyman nimada va bundan omad tushmaydi. La'natdan nimalar omadimni kimdir qurib ketganmi, nima tushmayapti. Bunga tushyapti mana 5% degan. O'zbekcha yoqdan bor. Mana la'nat tushdi endi. Bo'pti. Yetdi. Obod tak. To'q. Nima bo'lgani bu to'qda? Bor yo'q menga bir dona kerak va 10 ta yetpam ortpam qo'y. Mana shuni ham yo'q qilib ketay. 12 ta qayerdan? Mayli, qani verstakni ko'ramiz, ichini ochamiz, survival qilamiz. Anaqa menga birinchi navbatda temir nimalar bo'lyapti? Nimalar qilyapman men? Birinchi navbatda temirni qo'yib bo'lib. Nima qilyaptim bular? Mana temir qilinch bor. Ajoyib. Endi o'zimizga hamma narsalarni yasab. Buni ana shunday qilyapman. Temir qilinch bor. Ana endi menga kerakli narsa. Demak, boltani ham ko'p bo'lmaydi-ku, lekin yangi. Kirkani ham yangisigacha kuchaytirib olsak bo'ladi. La'natda buni yangisiga kuchaytiramiz. Ajoyib, boltani dedim. Boltani esa qurib olamiz, tindiramiz. Va adashmasam qishloqda galim ko'rib qolgan, nima? O'sha galimni ham yo'q qilib to'xtala, bizda 2 dona temir ekan. Bu balvoga ham yetmaydi-ku. Bundan ko'ra tosh kovlaymanda, pechka yasaymanda. Suraman. Endi esa 5 dona zumra. 5 tasi nima kerak edi menga? Xo'p, menga esa 40 dan toshlar kerak. Yaxshi, ham ozgina tosh bor ekan do'stlar. Nechta tosh va 12 ta allaqachon yetadi. Xo'sh, ana endi ashqal-dushqalni olamiz. Verstak buni olib, qo'yib, ichini ochib va ko'miramiz ham bor ekan do'stlar. Qani kutilgan pechkani yasaymiz tayyor. Xo'p. Qani moya berildi. Xo'p, ichini ochamiz. Ko'mirni tiqamiz, temirni ham tiqamiz. Unga ko'r men esa 10 ta porximiz bor ekan. Unga ko'r men narsa yasab turaman. Birinchi navbatda albatta menga naqa kerak. La'natda xato qo'yibman-ku. Masalan, uni almashtirish kerak edi. Bittasi X qilish kerak. Keraksa hammasini mana bunday qilish birlashtirsak va bizda nimaga men bitta anaqa qilyapman. Hozir qatta dinamit qattadir. Mana ikkita, bizda esa 11 ta dinamit. Uncha yomon emas. Peshkadagi temirlar ajoyib. Mana endi buni yopish kerak. Xo'p, hozirroq nima qilyapman? Mana endi menga kerakli narsa. Meni aniq quvonch yetganmi? Nima balo? Nimalar bo'lyapti menga o'zi? Faqir yasashni ham bilmaymanmi? Bo'ldi, qo'yildi. Faqir ham olindi. O'zimga kerakli temir aslaha. Menga o'zimga kerak. Bittagina don yetmayapti o'g'lim. 7 ta temir. Bizga esa bu temir yetmaydi-da. Yetar ekan. Bizda esa tayyor. Mana buni do'stlar shuncha bo'ladi. Tayyor, bizda to'liq set bor. Ajoyib. Bu ikkinchi qismligini hisobga olamiz. Bu qishloqda adashmasam meni qiladigan ishlarim qolmadi. Men inventatsiyaman. Nima uchun? Inventarlarni sozlab turaman. Kerak emas narsalarni esa tashlab yuboraman. Bu chirigan kartoshkani boshim yoramanmi? Kerak emas. Buni ham kerak emas.
kerak emas dedim men. Kerak emas. Kerak bo'lsa-ku kerak, bu lekin qilishni kerak yo'q. Temir boltani ham qo'yamiz. Xo'sh. Uni almashtirib qo'yamiz. Yaxshi. Yana nima bo'ldi o'zi? Menga buni keragi yo'q. Xo'p, endi bu yerga qo'yamiz. Buni bu yerga olamiz. Suyak blokni verstakda yasab la'nati verstakda yasar ekan-ku. La'nati hammasini yasab bizga suyak ustimdan kulyaptimi do'stlar? Bu haqiqatan ustimdan kulyapti. Yasaladiganini ko'rsatinglar, ikkita. To'xtanglar, axir menda endi tamom bor la'nati. Nima deyapman buni endi men? Amaylar hech bo'lmasa yotoq olib olsak bo'ladi-ku. Shuncha o'ylab haligacha yotoq olmabman. Turdik yotoq olishga la'natda. Unda tepadan sakraganimda yarimtagina jonim ketdi. Endi bu yerda yarimtagina jonim qoldi. Endi bu yerdan sakrasam butun boshli jonim ketyapti. Bu nimada? O'zi naryoqdan yarimtagina jonim ketgan. Tare maqlayman. Ajoyib. Tegishda tare endi kravatni ber menga. Yaramas. Qo'chog'ali. Bo'ldi do'stlar, bu qishloqda meni qiladigan ishim tugadi. Endi o'zimni qishlog'imga, qanaqa o'zimni qishlog'imga? Endi men mana sursak bo'ladi, qaysidir go'rlarga. Dik. Ajoyib, xo'p. Bu 3-qismi ham bor do'stlar. Bu Ender Dragon'ni o'ldirgungacha. Men buni qismlarga bo'lib chiqaryapman. Nega qismlarga bo'lib chiqaryapman do'stlar? Sababi shunchaki o'zim qismlarga bo'lib chiqargim keldi. Chunki qism bo'lsa video ham ko'proq bo'ladi. Shunchaki buni bitta video qilib chiqarishga ancha vaqt ketadi. Hammasini qo'yishni bilmayman ko'ra, lekin mayli, turamiz chiqarib. Umid qilamanki, biron nima chiqib nima bo'lgani menga o'zi aniq shatdan sakrab o'tdi. Men endi bu yerdan chiqa olmayman. Aytdim. Men nima dedim? Yo, men nima dedim? Do'stlar. Yarimtagina jonim ketdi. Yaramas, qo'yon. Hammasini sen qilyapsan bilib turibman. To'xtanglar, o'rmonni qo'yamiz. Mana o'rniga olay. Joy yo'q. Nabdir? Joy yo'q. Qardim bir bu oltin olmani mana o'rniga olay. La'nat chakkacham bo'lur. Asuv ekan-ku. So'roq topildi. Buni mayli ko'mirni o'rniga olamiz. Verstakni pechkani o'rniga olib turamiz. Yo. Do'stlar, men kon topib oldim. Bu konga esa 3-qismda tushamiz. Albatta buning uchun do'stlar ozgina like yig'ib berasizlar. Bor yo'g'i 57 ta like. Mayli, hammaga xayr, video tugadi. Sog' bo'ling, omon bo'ling.